Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan demak ko'krak qafasi palpatsiyasini ketma-ket bajarishni ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam bemor bilan salom alik qilib tanishib bo'lganimizdan keyin bemorga biz nima qilmoqchi ekanligimizni tushuntiramiz. Ko'krak qafasini tekshirib ko'ramiz. Bemor rozi bo'lgandan keyin unga holat beramiz. Bitirgan yotgan holat berishimiz mumkin. Endi bemorlarni kiyimini demak beligacha yechilishini so'raymiz. Demak mana birinchi ko'rsatib o'tilgandek bemorni qo'lini ushlab epigastral soha yonida qo'yib, demak bemor bilan suhbat qilib turgan davomida 1 minutda nafas olishlar sonini sanaymiz. Demak bu kitobda keltirilishi bo'yicha nafas olishlar soni 1 minutda 12 tadan 20 tagacha bo'ladi katta odamda. Nafas olish sanab bo'lgandan keyin keyingi qiladigan ishimiz ko'krak qafasida og'riq bor yo'qligini tekshirishimiz kerak. Mana qarang, bu parasternalis, media clavicular, axillaris, anterior, media, posterior, scapularis, paravertebralis hamma chiziqlar bo'yicha og'riq borligini. Demak, bosib ko'ramiz, og'riq bormi? Hamma joyda demak. Bu liniya bo'yicha aytilgan, lekin biz qayerda og'riq borligini mana shunday tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ba'zi bemor keladi, men yuragim og'riyapti deydi. Biz bosib ko'rganda agar u nevralgiya, shamollash, travma, tiksis sindromi kabi kasalliklar bor. O'shalarda og'riq bo'lsa, bosganingizda u yuzi og'riqni sezgan ifodani qiladi. Qo'lingizni itarishga harakat qiladi. Biz yana bosib ko'ramizda haqiqatdan ham u demak qo'limizni olib tashlasa, og'riq ifodasini ko'rsatsa, bu demak siz shu bilan bemorda yurak kasalligimi yo shamollash nevralgiyami diagnostika qilib bilasiz. Keyingi qadam ko'krak qafasida og'riq bor. Mana hamma liniyalar ko'rsatilgan yeri ko'krak qafasi ekskursiyasini baholaymiz. Endi bemordan turishini so'raymiz. Turasiz, menga qaraysiz, mana shunday. Boshni bilan bu tomonga qaraysiz. Mana qarang, qo'limni xanjarsimon o'z sumkani pastiga qo'yaman. Siz buni o'ynaling. Yaxshiroq ko'rishsin. Mana bu. Nafas oling, nafas chiqaring. Nafas oling, nafas chiqaring. Mana qo'limni harakatiga ko'rasizlar. Ikki tomonda bir xil ko'tarib tushish kerak. Bir tomonda arqaga qolsa yo pnevmoniya, yo plevrit bo'lib suv yig'ilgan o'sha tomonda. Bu tomonga aylanasiz. Biz o'sha qaraysiz. Biz hozir ko'krak qafasi ekskursiyasini oldindan tekshirib, yana orqadan qo'limiz mana qovurg'alarga, bosh barmog'imiz umurtqa pog'onasini nima qilqismini sumkasiga nafas oling, nafas chiqaring. Nafas oling, nafas chiqaring. Harakatni ko'rdingizlar. Bir xil marhamat o'tirasiz. Mana oldindan orqadan biz tekshirdik. Keyingisi tovush tebranishini aniqlaymiz. Bronxofoniya deydi buni. Demak, qo'limizni simmetrik joylarda qo'yamiz. Bemordan so'raymiz, arra, traktor degan so'zlarni aytib turasiz pastroq ovozda. Orqa tomondan ham simmetrik joylarda demak, qarang, simmetrik joylarda biz tekshirib chiqqanda agar pnevmoniya bo'lsa, havosizlansa o'tga bronxga tovush tebranishi kuchayadi. Plevrit bo'lib, demak, suyuqlar yig'ilib plevra o'pka qisilib qolgan bo'lsa, o'sha tomonda demak tovush tebranishi yo'q bo'ladi. Keyingisi mana qayerlarda shu narsani ko'rishimizga qo'yilgan ko'krak qafasining elastikligini baholaymiz. Qo'limizni demak purjunaga o'xshagan harakat qildiramiz. Mana oldindan to'shak ustiga, markazga, orqadan qo'yamizda. Yon tomondan. Mana elastikligini baholadik. Bu yerda qachon qarshilik kuchayadi, qaysi kasalliklarda nima sizlarga bergan kitobimizda berib qo'yilgan. Bolalarda tekshiramiz. Keyin bolalarda terisini, men ko'ylagini nima qilaman, terisini burmaga olamiz bunday.
agar plevrik bo'ladigan bo'lsa qalinlashar ekan, sil bilan xariding deb esa bu teri burmasi yupqalashadi. Mana bu qadamma-qadam ko'krak qafasining palpatsiyasi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana e'tibor bersangizlar, mana bu qizil nuqtalarda biz qo'limizni qo'yib bronxofani ham tekshiramiz. Ana bu yerda mana shu qizil nuqtalarda qo'limizni qo'yib tovush tebranishini aniqlaymiz. Mana bu rasmda demak ekskursiya oldindan orqadan keltirilgan. Ko'krak qafasi elastikligi mana oldindan yon tomondan, bundan tashqari mana qo'llar oralig'iga bosib ko'rish bilan ham demak keltirilgan. Endi sizlar bilan perkussiyani, o'pkani perkussiyasini ko'rib chiqamiz. Perkussiya ikki xil bo'ladi: qiyosiy perkussiya hamda topografik perkussiya. Qisman hozir qiyosiy perkussiyani men tushuntirib ketaman. Lekin sizlar bilan asosiy mavzumuz bu topografik perkussiya. Qiyosiy deganda demak biz o'ngdan chap o'pkani solishtirishimiz kerak. Simmetrik nuqtalardan mana boshlanadi. Ana bu o'mroq suyagi mana bu barmog'im o'mroq suyagining yo'nalishi. Shu o'mroq usti chuqurchasiga qo'limizni qo'yib perkussiya qilamiz. Bu tomondan endi. Keyingisi o'mroqni o'ziga ishlayaptimi? O'mroqni ostiga bir xil aniq o'pka tovushi eshitiladi. To'xtami? Yo'q, bu yoqda past. Nimaga? Yurak bor. Shuning uchun yurak sohasi, ya'ni 3-qovurg'agacha biz qiyosiy qilib kelamiz. Bu yoqda bir xil, bu yoqda qiyosiy qila olmaymiz. Endi qo'lingizni bunday qilib turasiz. Yo'q, o'tiring. Tushunarli. Ana endi aksillaris anterior, bitta bu tomondan, bitta bu tomondan demak tekshiramiz. Endi shu ishni aksillaris mediadan solishtiramiz, aksillaris posteriordan. Endi qo'lingizni bunday qilib turasiz. Scapularisdan, paravertebralisdan simmetrik nuqtalarda perkussiya qilamiz. Bu qiyosiy perkussiya. Endi topografik perkussiyaga o'tamiz. O'tkazamiz. Topografik perkussiyada e'tibor beramiz. Oldindan o'tgan yuqori chegarasini, orqadan o'pkaning yuqori chegarasini aniqlaymiz. Keyingisi o'pka yuqori chegarasining kengligi, ya'ni kreming maydonini aniqlaymiz. O'pkani past chegarasini aniqlaymiz. Boshida to'xtab turing. Past chegarasini aniqlaymiz va o'pka past chegarasining harakatchanligini aniqlaymiz. Mana bu rasmda qiyosiy perkussiya nuqtalari ko'rsatilgan. Demak, mana oldindan, bu orqadan. Keyingi nimaga o'tamiz? Xo'sh. Boshladik. Oldindan yuqori chegarasini aniqlash uchun o'tkazamiz. Qo'limizni mana shu yerda oldindan demak yuqori chegarasini aniqlash. Qo'limizni o'mroq suyagiga parallel qo'yamiz. Ko'rsatkich o'rta barmog'ini, keyingi demak bolg'acha barmog'ini o'rta barmoq bilan shu yuqoriga qarab perkussiya qilamiz. Ana tovush o'zgardi. Mana bu yerdan belgi qo'yamiz. Mana shu yerdan shu yergacha bo'lgan masofa normada qancha bo'lishi kerakligi demak bizda kitobda ko'rsatilgan. Endi orqadan o'pkaning yuqori chegarasini aniqlang. Bu uchun bemor endi sizlarga ko'rish uchun siz stulingiz bilan birga aynalasiz. Orqadan nima qilish uchun mana kurak suyagiga qo'limizni parallel qo'yamiz. Tushunaymi? Qo'limizni parallel qo'yib, biz demak yuqoriga qarab perkussiya qilamiz.
tovushi o'zgardi. Mana bu yerda belgi qo'yamiz. Endi pastga chegarasi yuqori. Endi krening maydonini aniqlaymiz. Krening ana shunda tursin. Krening maydonini aniqlash uchun endi men hozir pana bo'lmaslik uchun bu tomondan bajaraman. Aslida bu yoqda turib bajarishim kerak. Bu yoqdan bu yerda eging ana 7-umurtqaga qarab perkussiya qilib ko'ramiz. O'zgardi. Demak, mana bu yerdan biz mana bu markazdan boshlab periferiyaga yana perkussiya qilamiz. Mana o'zgardi. Bu yuqori chegarasining kengligi. Endi sizdan so'raymiz, yana stulcha bilan bunaqasiga aylanasiz. Yana bitta, o'pkaning past chegarasini aniqlaymiz, o'rtalar, qarang. Parasternalis bo'yicha 5-qovurg'a oralig'ida bo'ladi. Parasternalis. Medial clavicular'da 6, bunda 7, kengligida 8, 9, 10, scapularis bo'yicha va paravertebralis bo'yicha 11-qovurg'a umurtqada bo'ladi o'pkaning past chegarasi. Bu o'ng tomondan, chap tomondan birinchi ikkita chiziq bo'yicha tekshirilmaydi o'pkaning past chegarasi. Aksillaris anteriordan demak 7, keyin mediada 8, 9, 10 va paravertebralisda 11-umurtqaga to'g'ri keladi. Men shundan sizlarga medial clavicular'da ko'rsatib beraman. Mana shu 2-qovurg'a demak oralig'idan boshlaymiz. Ana bo'pka tovushi. Qanaqa tovush? Ana bo'pka tovushi. Perkussiyada ana bo'pka tovushi. O'zgardimi? O'zgardi. Bu medial clavicular bo'yicha 6-qovurg'a oralig'ida bo'ladi dedik. Endi o'pkani birdaniga past chegarasini aniqlashni ko'rsatib ketaman. Endi chuqur nafas oling. To'xtab turing. Ana, pastga tushdi. Bu yerda men belgi qo'yamiz. Belni chiqadi. Tushunarlimi? Mana bu yerda edi. Pastga tushdi. Yana endi marker qo'ymaganimiz uchun past chegarasini yana aniqlab olamiz. Mana qaranglar. O'zgarsa aytasizlar. O'zgardi. Nafas chiqaring endi. O'zgardimi? O'zgardi. Demak, ana shu o'pkani belgilab qo'ying. O'pkani past chegarasini harakatchanligi. Past chegaraning harakatchanligi demak, medial clavicular'da, axillaris mediada va scapularis yaqinlar va bu yerda qachon qanaqa o'zgarishlar bo'lishi keltirilgan. Shu bilan o'pkani topografik perkussiyasi tugatdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.